Karis qaynonamga men yoshligimda juda ham ko'p yegan hot-dogni bugun qilib bermoqchiman. Buning uchun albatta halol sosiskalardan ham zakaz qilib qo'ydim. Bu hot-dog juda ham oddiy, lekin mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Hozirda O'zbekistonda hot-dogni turi juda ham ko'payib ketgan, lekin menga haligacha o'sha o'zimizni eski hot-dogni mazasi yoqadi. Birinchi bo'lib albatta muzlagan hot-dog nonlarimizni air fryerga 15 minutga jo'natvoramiz. Kechirasizlar, air fryerda o'zbekchasiga qano bo'lishini umuman topolmadim. Nonlarimiz issiqqina qasir-qusir bo'lib chiqdi. Nimaga buni koreyskiy markovcha salati deb atalishini umuman tushunmadim, chunki Koreyaga kelganimda hech qaysi koreys xuddi shu salatni yeganini ko'rmadim. Na uyda karis qaynonam qilib yeganlarini ko'rdim, na oshxonada yeyishganlarini ko'rdim. Nima bo'lsa ham hot-dogimizga sosiska, pomidor bodring va markovchani solib, ustidan chiroyli qilib kechap va mayonezlarni quyib chiqamiz. Bu hot-dogni yeganimda yoshligim esimga tushib ketadi va bundan boshqacha hot-doglar men uchun bemaza. Hattoki karis qaynonamga ham yoqib qolgan bu hot-dogni retsepti juda ham oddiy, shunchaki yoshligingizni eslab tayyorlasangiz bo'ldi. Va albatta men esa bu hot-dogni maydalashmasdan 4-5 bo'lakka bo'lib yamlamay yutvordim. Hot-dogga esa yaqindan o'zinglar ham baho berib ketinglar. Qaynonam ham yamlamay yutib tashadilar.